Sumayya raziyallohu anha. Ko'zdan uyqum qochib, qoq yarim tunda saodat asriga eltadi xayol. Ko'z oldimga kelar daf'atan bunda ikki tuya aro bog'langan ayol. Bir tuyaga edi sho'rlik ayolning, bir oyog'i birla bir qo'li bog'liq, boshqa bir tuyaga ikkinchi qo'li oyog'i bog'liqdir. Og'riq nechog'liq. Tuyalar haydaldi bir-biridan uzoq. Oyoq qo'llar eyvoh majbur kerildi. So'ngra vaqtinchalik to'xtadi qiynoq, ayolga shu qadar azob berildi. Abu Jahl topib bu holdan huzur, ayolning qoshida jilmayardi shod. Og'riqlar dastidan bo'lsa-da mag'rur, Sumayya chidolmay ko'tardi faryod. Tuyalar joyiga qaytarildilar. Ayolning bo'shashdi oyog'i, qo'li, so'zlashga kirishdi Abu Jahlning o'zidan-da jirkanch kirlangan tili. Afsus, u zabondan sochilmadi bol. Xo'sh, qalay Sumayya, qildingmi mazza? Azob uqubating tugaydi darhol, Muhammadni inkor qilganing lahza. O'lsam ham men uni qilmayman inkor. Shu bo'ldi Sumayya aylagan javob. Abu Jahl qilgach ishora bir bor, tuyakashlar yana berdilar azob. Yordam bera olmadi na eri Yosir, yovdan qutqarmadi na o'g'li Ammor. Bu vaqtda ular ham g'am chekib, axir Sumayya yonida chekardi ozor. Azob chekar edi butun oila. Dasht ichra dasht nomi atalar ramda. Bir kun qalblarida cheksiz dard ila yonlardan o'tdi Rasulim g'amda. Sabr qilinglar ey Yosir oilasi. Sabr qilinglar ey Yosir oilasi. Dedilar, sizlarga mukofot jannat. Sabr qilinglar ey Yosir oilasi. Shu on qum ustida sudralayotgan Sumayyaning yori Yosir chekib dedi, zamon doim zo'ravonniki bo'laveradimi yo Rasululloh? Bu savol javobsiz qoldirildi, lek Allohga yolborib asta ushbu dam Yosir oilasidan rahmating darig' tutma Alloh, dedi Rasuli akram. Yosir oilasining eng so'nggi kuni 4 jon qiynalardi, juda ham yomon, og'ir, hatto qilmoq tasavvur buni ketardi dod faryod sasi har tomon. O'g'illar Ammor va Abdulloh hamda eri Yosir sherik dard borasida bog'lanib Sumayya qolgandi g'amda, ikkita tuyaning naqd orasida. Sharob to'la kosa bo'shatgach Amir dedi, sen bu dinga qo'yding muhabbat. Chunki oshiq qilgan Sumayya axir seni din keltirgan o'sha Muhammad. Sumayya netardi? Ojiza edi. Qoni avvalgidek gupira olmasdi, faqatgina olchoq, uyatsiz dedi. Uning yuzlariga tupura olmasdi. Abu Jahl birdan bo'lib darg'azab, qo'ldagi kosasini otgancha yerga, xizmatkorlariga aytdi ataylab, tuyalarni savang botgancha terga. Tuyalar shundayin savalandiki, ular jon holatda yugurgan mahal Sumayyaning tani bo'lindi ikki, unga jannat edi juda ham maqtal. Shunda ham tinchimay it Abu Jahl eng mahram joyiga sanchidi nayza. Jon berdi, lek bo'ldi jannatga dohil, go'yo yeru osmon tutdilar aza.
Sumayyadan keyin mahrami Yosir haqning rahmatiga asta qovushdi. Shahidlik sharobini ichgancha oxir issiq qoni oqib oxiri sovishdi. Bizchi nima qildik dinimiz uchun? Garchi hech kim yo'qdir savalagani, qo'rqib zindon yoki surgundan nechun umr tikdik jonni avaylagani. Ojiz ummat bo'lib qolganimizdan kofirga mo'minning qoni haloldir. Ilm olmoqlikdan tolganimizdan nusratga erishmoq amri maholdir. Erkaklarda yo'qdir nomus, hamiyat, oqsoch bo'l deb qilar ayolni da'vat. Bo'ldik tarozisi buzuq jamiyat, biz xotin zotini xo'rladik faqat. Biz xotin zotiga qo'shiq dedirdik, uyalmay xorijga yubordik, so'ngra ayolga hattoki najas yedirdik, so'ng dedik, ista o'l, xohlasang ho'ngra. Biz Yosir bo'lolsak, xotinlar albat Sumayya bo'lishga shaylanajakdir. Abu Lahab bo'lsak, ular ham faqat Ummu Jamillarga aylanajakdir. Keling, aylamaylik ayolni tahqir, aytib g'arbliklarning fahsh latifasin. Erkak emas ayol bezagan axir shahidlik daftarin, ilk sahifasin.